Traderlar hozir maslaga har bir hafta 10 kunda oylik time frame'dagi svechani maksimum minimumini aniqlashi juda ham sodda usulini ko'rsataman. Videoni ko'ringlar, foydali bo'ladi. Xo'p, mana bu Telegramda ko'radigan bo'lsak, mana 12-may kuni mana grafikdagi Telegramda mana 12-may kuni bolalarga aytdim gruppada, ya'ni daily time frame'da bizda oylik time frame'dagi svechani maksimum tasdiqlangan holatda, ya'ni tasdiqlanish ehtimoli katta va 3200 narxi borib reaksiya olib keladigan holatda men ideya tashladim va endi hozir buni real grafika o'zida ko'ramiz. Endi real grafik ko'radigan bo'lsak, mana tilla 3200 narxini ko'rib keldi. Bundan tashqari bizda vohliroq bir hafta 10 kun ichida oylik svechani maksimum minimumi tasdiqlanib bergan. Buni qanday aniqladik, nimaga asoslanib, hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda qoidalarga bo'lib olsak bo'ladi. Qaranglar. Juda ham oddiy, sodda qoida. Har oyi birinchi 7-10 kunida narx qanday tushuntirsam bo'ladi sizlarga? Narxda o'zi D1 time frame o'tkazib qarasanglar, narxda oylik svechalarni maksimum minimumi tasdiqlanadi. Endi bu yerda 100% ehtimollik yo'q. 80-90%, 95% degan bo'ladi. 7-10 kunda D1 time frame'da oylik svechani qilamiz, oylik svechani maksimum tasdiqlanadi. Ya'ni qanaqa qilamiz? Mana misol uchun tillani ochganmiz, primer uchun ko'rsataman. Mana daily time frame aniqlab olamiz. Ketdik mana. Tak, mayga boshi mana aniqladim. Aprel. Mana aprel boshi. Mart boshi. Fevral va yanvar. Primerni mana shunda aniqlab olasizlar. Buni har oyi yangi oy boshlanganda boshida aniqlab ko'rsanglar bo'ladi. Demak, mana bu yo'lda men aniqlab gruppaga ideya berganim qanaqa bo'ldi? Har oyi bir hafta 10 kuni yoki 7-10 kunida qarasanglar bo'ladi. Mana oygi boshidan o'lchaymiz 7-10 kun. Mana bu yo'lda 6 kun ichida, mana 7 kun. 7 kun ichida bizda nima shakllandi? Oylik svechani maksimum shakllandi. Mana oylik svechani maksimumi. Va bu yo'lda ham oddiy qarasanglar, bozor qaysidir bir tomonga impuls beradi va 2-3 ta svecha impulsdan keyin orqaga o'sha qaytish bo'ladi. Bu yo'lda order flow almashish deb qarasak ham bo'ladi. Endi bu texnik tomon. Agar hech narsani bilmasa, shundoq qaraydigan bo'lsak, mana oddiy qoida. Har oyi bir hafta 10 kun yetadi sizlarga. 3, 4, 5, 6, 7. Mana har oyi bir hafta 10 kun. O'lchadik va bu yoqda ham bizda mana bor. Bir hafta 10 kunda oylik svechani minimumi. Ketdik, keyingisi yana bir hafta 10 kunda o'lchaymiz. Bir hafta 10 kun. Mana 7 kun, xohlasanglar 8, 9, 10-kuni bilan yana ham tasdiq bilan va bu yoqda ham mana o'lchaydigan bo'lsak, oylik svechani minimum bor. Ketdik, bu yoqni ham o'lchab ko'ramiz. Mana 7, o'sha bu yoqda 7 kunning o'zida shakllangan bizda. Mana 7 kun. Oylik svechani minimumi va yana bitta o'lchab ko'ramiz. Mana 6, 7. Bu yoqda ham oylik svechani minimumi bor. Qoidasi shunaqa. Har oyi bir hafta 10 kunida bizda oylik svechani maksimum minimumi shakllanadi. Xo'p, bu ideyadan keyin nima qilsak bo'ladi? Tushunamiz. Misol uchun mana oylik time frame bo'lmana. Baribir yapon shamchalari bilan ishlaymiz. Mana bu maksimumi va mana bu minimum bo'ladigan bo'lsa bizda nima holat bor? Bir oyi boshlanganida, mana hozir may tugashiga emas, spesial videoni qilaman. Iyun oyi boshlanganda o'zingizlar uchun aniqlasanglar bo'ladi. Bir hafta 10 kun o'tgandan keyin o'sha bizda narx harakatiga qarab, o'sha daily time frame ga o'tib 7-10 kunni o'lchab turib, oylik svechani maksimumini aniqlasanglar bo'ladi. Ya'ni nima bo'ladi? Bir svechani misol uchun mana shakllanyapti. Mana bu joyda ochilgan narxi bo'ladigan bo'lsa, ochilyapti narxi va bizda o'sha bir hafta 10 kunda mana bu minimum aniqlanadi. Mana bu yerdagi minimum aniqlanadi. Demak, bizda bu minimum aniq bo'lgandan keyin katta ehtimol bilan bir oy davomida biz bullish ideyalarni qarab ko'ramiz. Da ehtimol bor svecha chiqib, haftani yana haftani 2-3 kunlarida haftalik svechani razворотный modelini aniqlasa bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, yana o'sha oyning o'rtalari, oxirlariga svechani maksimum shakllanadi va yopilishi primer momentda bo'ladi. Bizdagi birinchi ideya
demak, bir oylik harakatni minimum yoki maksimumni aniqlaymiz. Minimum maksimumni aniqlagandan keyin bemalol bu yoqda bo'lish ideya, maksimum aniqlansa berish ideya qarab ko'rsak bo'ladi degan maqsadda. Bu narsa ko'p paralarda bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Yevro, tillar, funt. Chunki bu yoqda logika qanaqa? Ortiqcha narsa shart emas, analiz qilmaysizlar. Просто qo'shimcha tasdiq uchun, ideya uchun bir hafta 10 kunda o'lchaysizlar va bir hafta 10 kunda sizlarda oylik time frame'dagi maksimum shakllanadi. 11 10. Da mana bu yerda явный пример nima bo'lgan? 100% aniq narsa yo'q. O'lchaydigan bo'lsak, 10 kunda o'sha mana bu yerda biz qarashimiz mumkin bo'lgan oylik sechani maksimumida. Lekin narx ta'sir qilib, bu yoqda maksimum yengilab, minimum bizda aniqlangan. Bu sal 15 kunlarga to'g'ri kelgan. Qolgan kunlarida ham to'chma-to'ch to'g'ri keladi. 1 6 7 mana bir haftani o'zida bu yoqda tasdiqlangan o'tgan oyga. Bu oykini ham ko'rib chiqamiz. $10. Tak bularda ham bir hafta 10 kunda o'lchaymiz. Mana mayga boshidan qaraydigan bo'lsak, mana may boshidan bir hafta 10 kun o'lchanadi. 4 5 6 7 8 mana 10 o'tib ketdimi? Mana 11 ga to'g'ri kelyapti. 11 dagi sechani mana ko'radigan bo'lsak, bizda o'sha bu yerda minimumi shakllangan chiqib beryapti. Va undan oldingi oyga ko'radigan bo'lsak, mana buni ham bitta o'lchaymiz. Bir hafta 10 kun mana 7 2 8 9 10 bilan. Mana narx oyga boshida o'sha bir hafta 10 kun bir tomonga harakatlanib, texnik tomondan likvidnesslar, qo'shimcha order flow'largacha va asosiy harakatni keyin ko'rsatib beryapti. Juda ham sodda, oddiy, ortiqcha narsa shart emas. Buni qo'shimcha tasdiq uchun ishlatsanglar bo'ladi. Unutmanglarki, o'zingizlarning analizinglar baribir birinchi o'rinda. Analiz qilinglar. Risk management. Bu narsani qo'shimcha tasdiq uchun, ya'ni bizda qaysidir ma'noda oylik sechani maksimum minimum bor. Endi shunga qarab men keyingi ideyalarni ko'rishim mumkin deb ishlasanglar, o'ylaymanki foydali bo'ladi sizlarga. Ko'ringlar, backtest ko'ringlar, savolinglar bo'lsa kommentga yozsanglar bo'ladi. Bu juda ham kichkina va qisqa, sizlarga qo'shimcha video sifatida joyladim. Keyingi videolarni sekin-sekin chiqarib boraman.